Birinchi massajchiga borasiz. 5-6 oy davom etgan shu etaplarni hammasidan bosqich adaptatsiya bosqichi. Siz ham belingiz va oyoqlaringiz og'rig'idan charchaganmisiz? Kundalik harakatlaringiz yengil bo'lmay qoldi va hatto oddiy yurish ham og'riqli. Men Jo'rayev Jamshid, vrach travmatolog, ortoped, kinezolog. Bugun men siz bilan shaxsan real testlar orqali bel og'rig'ining aniq sababini topishingiz mumkinligini va hatto o'zingizga diagnoz qo'yishingizni ko'rsataman. Sizda grija aniqlandi, endi davolashga tushdingiz. Kimdandir maslahat olasiz. Birinchi massajchiga borasiz. Massajni oldingiz. Ikkinchi holatda ignoterapiya oldingiz. Manual terapiya, fizioterapiya olasiz. Sizda og'riqlar deyarli yo'qoldi. Qanchadir muddat. Bu muddat 5-6 oy davom etishi mumkin. Yana og'riq bu muddat tugagandan keyin boshlanadi. Grijani davolashni boshqa yo'llarini izlab boshlaysiz. Tabiiyki, birinchi holatda tabibga uchrashasiz. Undan keyin ilon zahri bilan lechina olib ko'rasiz. Umurtqani cho'zdirasiz. Dori-darmon qilasiz, yana qayta, yana og'riqlar yo'qoladi. Yana 4-5 oy holatda yaxshi yurasiz. Yana 70-80% holatda yaxshi yurasiz. Lekin holatingiz hech plyusga qarab ketmayapti. Bu yerda bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni siz o'ylab ko'rishingiz kerak, logikangizni ishga solishingiz kerak. Mana shu etaplarni hammasidan lechini olib bo'ldingiz. Og'riqlar pasayadi, lekin ma'lum muddatdan keyin yana qaytalaydi. Siz hech holatingiz minusga qarab ketyapti, o'zgarmayapti. Sizda kasallikdan batamom qutulmayapsiz. Bel umurtqasi grijasi kelib chiqishida bitta narsaga e'tibor beramiz. O'zi umumiy holatda kasallikning kelib chiqishida odamda 3 ta bosqich bo'ladi. Birinchi bosqich kirish bosqichi. Bu sizda tug'ilganingizdan 18-20 yosh atrofida. Bu bosqichda siz og'riqlarsiz hayot kechadi. Ya'ni siz zabardast bo'lasiz, sog'lom bo'lasiz. Keyingi bosqichga o'tiladi. Keyingi bosqich adaptatsiya bosqichi. Adaptatsiya davri 40, 50, 60 yosh atroflariga to'g'ri keladi. Bu bosqichda siz kasal bo'lasiz, har qanday kasallik. Infeksion kasallik bo'lishi mumkin yoki travma olishingiz mumkin. Sizda yashash tarzingiz o'sha holatga moslashtirib qo'yadi. Bu holatda siz og'riq sezasiz, lechina olasiz, yana og'riq pasayib, yana og'riq yana bo'lishi mumkin, qaytalashi mumkin. Bu davr tugab 3-bosqichga, ya'ni chiqish bosqichiga o'tasiz. Chiqish bosqichiga o'tganingizda sizda bu yosh tugab borib, og'riqlar borgan sari kuchayib boshlaydi. Bu bosqichga o'tganingizda sizga qo'yiladigan diagnozlar artroz, bel umurtqasi grijasi millimetr 9, 8, 7 millimetr bo'lishi mumkin. Son chonoq bo'g'imida kaksartroz holati, yelka bo'g'imlaridagi yemirilish, mana shunaqa diagnozlar sizga qo'yiladi. Ya'ni bu bosqichdagi qo'yiladigan diagnozlar. Bu diagnozlar sizda aniq real kasalligingiz, ya'ni bu bosqichning kasalligi. Endi siz to'liq kasallikdan tuzalishingiz uchun bu adaptatsiya bosqichidan o'tib chiqish davrigacha kelishingiz kerak. Adaptatsiya bosqichida buzilgan muammolar, ichki organdagi muammo, o'tqopizdagi tosh, qabziyat, ichki organda har qanday muammo yoki stress, o'sha holatlarni to'g'ri yondashib, to'g'ri lecheniya qilinib, o'sha bosqichdan kirish davriga o'tsangizgina kasallikdan batamom qutulasiz. Odam tuzalishida 3 ta bosqichni ko'rib chiqdik. Yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Odamda mana shu uchburchak holat. Uchburchak holatda birinchi emotsiya. Emotsiya bu sizning ruhiy holatingiz. Ya'ni bu yerda ruhiy holat sog'lom bo'lsa, ruhiy travma bo'lmasa yoki birovdan qo'rqadigan holat, chuvsvetelnik oshib ketgan holat bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi burchakning ishini buzib qo'yadi. Ya'ni bu struktura. Struktura bu qad-qomatning tuzilishi. Ya'ni emotsiyadagi muammo bel umurtqasi grijasiga sabab bo'lishi mumkin yoki tizzadagi muammoga, umumiy holatingiz buzilishiga olib keladi. Yokida strukturadagi o'zgarish yoki emotsiyadagi o'zgarish bioximiyani buzib qo'yadi.
Bioximiya bu moddalar almashinuvi. Sizda ichki organda muammo boshlandi. Misol uchun, ichki organdagi o'tqopingizdagi toshlar yoki zavis bo'ladi, o'tqopi dimlanish holati emotsiyaga ta'sir qilib, strukturani ham buzib qo'yishi mumkin. Demoqchi bo'lganim, uchta burchakdagi muammo doimiy hamohang ishlaydi. Bitta tarafdagi muammoni to'g'rilab, ikkinchi burchakdagi muammolarni to'g'rilamasa, sizni kasallikdan tuzalishingiz juda qiyinlashib qoladi. Kasallik yana qaytalanishni davom ettiradi. Kasallikdan to'liq tuzalishingiz uchun ikkita bosqichni ko'rib chiqdik. Birinchi kirish, adaptatsiya, chiqish davri. O'sha holatni to'g'rilamasak, sizda kasallikdan to'liq qutulishingiz qiyin masala. Ikkinchi holatda uchta burchak, emotsiya, struktura, bioximiya. O'sha holat hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Yana bitta misol, har qanday ichki kasallik bel o'mirtqasi grijasi, bo'yin o'mirtqasi grijasiga olib keladi. Bunga oddiy misol qilib keltirsam, ichki organdagi muammolar. Har bitta ichki organning o'zining assosiativniy mushagi bo'ladi. O'tqopidagi dimlanish yoki yo'g'on-ichakdagi ich qotish, qabziyat holati o'shanga aloqador bo'lgan mushaklarning kuchini gipotoniya, ya'ni kuchsiz holatga keltirib qo'yadi. O'sha mushak gipotoniya kuchsiz holatga kelgandan keyin unga hamohang bo'lgan agonist mushaklar gipertonus, ya'ni tonusi oshib ketgan mushaklar ma'lum vaqt sizda yuradi. 5 yil, 6 yil yoki 10 yil yurishi mumkin. Ular ham charchab, kompensatsiya bosqichi tugagandan keyin sizda bo'g'imlarda muammo boshlanadi. Kasallikda ayni ko'rinishi mana shunaqa. Hozir tushuntirgan narsalarimni to'liq lecheniya qilish uchun, ya'ni 3 ta burchak yoki 3 ta bosqichni ko'rsatdim. Ularni to'liq lecheniya qilish uchun siz kineziolog mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak. Kineziolog mutaxassis har bitta mushakni tekshirib ko'radi. Gipotonus mushak topiladi, gipertonus mushak topiladi. Gipotonusga tushgan mushaklarga sabab nima? Bularga to'liq yechim kineziolog mutaxassis yordamida amalga oshiriladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, kommentariy, like, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Keyingi videoni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Keyingi videomiz tizza bo'g'imi artrozi haqida.